Hikoya bexil. Nəhayət uzaq zamanlar ilgari bir bexil adam yaşagan ekan. U kishi bexillikda shu darajaga yetibdiki, hatto o'z yeydigan bir parcha nonmi qursiqi og'riydi ekan. Tamoqnimi faqat ochliqdan o'lmaslik uchun yeydi ekan. Shundoq qilib, bu odam hamma narsani tejab yurib, nurg'un mol-mulk, boylik to'plabdi. Bir kuni u atrofidagi boylarga qarab, o'zini shularga bir quvur silishtirib. U silishtirib, o'zida bir xil nomus tuyg'usi paydo bo'ldi-da, shuning kuchidan pul kasmi bir o'tik setib olish qaroriga keldi. Shuning bilan u bir xurjunga azroq non silib, po'tisiga oz to'la pulni tugib, bozorga beribdi. Bozorga kelib qarg'adak bo'lsa, darvaqa bozorda hamma narsa topilgudak. U bozorni kash kirgich aylanibdi va nurg'un o'tiklarni ko'ribdi, tanlabdi. Ammo pulini qo'lidan chiqarg'isi kelmay, qattiq azoblanibdi. Kash kirganda uning atrofiga bir qancha dallallar o'lishibdi. Ular nurg'un talash tartish, salalar bilan oxiri bir savdogarning bir jup o'tikini bu bexilga 30 tangaga sotilishib elib beribdi. Shuning bilan bexil o'tikni avaylab surtib, kishilarning ko'z chiparqirtib kiyib, g'achildigan peti yezig qarab mengib ketibdi. U odamlar oz, chat bir yerga kelganda o'tigini yeyishib, xurjuniga sapdi-da, yalang oyoq holda yo'lga ravon bo'ldi. U ketib o'tib, cho'nqur va kengroq bir eriqqa duch keldi. U eriqqa qarab, "To'xta, kuchab sakrasam, balkim o'tib ketishim mumkin", deb o'ylabdi va barliq kuchini yig'ib sakrabdi. Bexil pulton qilgan ovoz bilan tang suning o'tirsiq tushibdi-da, eriqning ichidagi bir ushli qo'ziq putiq sarjilib ketibdi. Eriqdagi suv qip-qizil qonga bo'yilib, u og'riq asobidan o'zini qo'yadigan joyi topolmay qoldi. Bexil tirishib yurib, ming bir mushaqqatli qirg'oqqa chiqib, butunni quchoqlagan beti bir oza voyjonlabdi. Bexil bir ozdan keyin esini yig'ib, putuq sapsilib qarsa, haqiqatan xilbakla zaxmlangan ekan. Bu ahvolni ko'rib, o'z-o'ziga: "Helimi yaxshi o'tikni silib o'tibdi-ekanman. Agar bu aql kallamga kelmagan bo'lsa, 30 tangalik o'tikim mush yerdala tugishib, 30 tangammi bekorga ketgan bo'lar ekan", debdi. Shuning bilan u asta o'rnidan turib, oqsigan beti xurjunini murisiga artib, uyiga ravon bo'ldi.